Nima deb o'ylaysiz? Qaysi brendga tegishli? Ikki savol bor, maylimi? Mana shu rasm qaysi brendga tegishli deb o'ylaysiz? Agrobank. Yo'q, Agrobank. Ha, Agrobank. Анорбанк. Anorbank. Ну это не Анорбанк, но может быть. Может быть, предположение, Анорбанк. да. Anaqaga Agrobankka bo'lsa kerak menimcha. Agrobank demoqchi. Ha, Agrobank. Agrobank. Bank, Ipak yo'li, Agrobank. Agrobank. Shuni qanchaga chizib chiqilgan deb o'ylaysizlar? Ha, nech pulga baholaysizlar? $1000. $1 million. $1000. Ну, $1000, наверное. Bir $100, $200 bo'lsa kerak. Ketgan bo'lsa kerak, 10-20 $. 15 yoki 12. Nima? So'mmi, dollarmi, Dollarga. necha, mingmi yoki Ming. $100,000 chizilgan? Где-то $50, $30 bo'lsa kerak. $100,000 ishlab chiqilgan bu logotip. Fitmin stillari bilan. Nimaga unchalik qimmat? Unikalniy logotip, takrorlanmagan. Hech qaysi bankda uchratmaysiz. Agrobank shuncha shunchaga sotib olgan Agrobank. Logotip, firmin stillari, uni ishlatish qoidalarini ishlab chiqilganlari bilan shunchaga baholashgan.